Farzandimning issig'i bor. Qancha dori bersam ham baribir tushmayapti. Tez yordamni ham chaqirdim. Ular kelguncha uy sharoitida qanaqa birinchi yordam ko'rsatsam bo'lar ekan? Bu yil aniq biznes boshlayman. Nima qilsam ekan? Postelni bелье sotsam ekan? Или детский kiyimlarnimi? Yo, baribir женский kiyimlar yaxshi, shuni qilaman. Lekin har doimgidek biznes boshlashga pulim ham, ideyam yo'q. Uyda o'tirib zerikib ketdim. Nima qilishim mumkin? Erimdan pul so'rasam pul yo'q deydi. Bu joyda o'qisam ekan? Narxlar o'tni kallasi. Nima qilsam bo'larkan? Kremlar bor ekan. Narx qancha ekan? 500 ming. Nima sen esingda ekanmi? Sen 500 mingga ham krem oladimi? Beling orib pul topmaysanlar, qadrini bilmaysanlar. Tushkunlikka tushmang. O'zingiz uchun harakat qiling. Lookmega xush kelibsiz. Men Xanna. Men sizlarga har kuni uy sharoitida yuz parvarishini hamda meykapni o'rgataman. O'zingizga bo'lgan ishonchingizni orttirib, business lady bo'lishni o'rgataman. Men uy sharoitida kasalliklarni davolash yo'llarini o'rgataman.